Sizlar men o'ynayaptir. Xudo xolisa bir 5-6 yildan keyin biz bir ochko men o'ynaymiz. Afanın Cevler komandasının cevabı. Ben bir adamım. O yerdan beri qarab turibman. Siz gapirsangiz og'zingiz ochilib ketaverar ekan. Boshdan qaytaring. Men ertalab uyqudan tursam, ko'zim ochilib ketaveradi. Qornim ochsa, ovqat yegim kelaveradi. O yerdan beri qarab turibman. Siz gapirsangiz og'zingiz ochilib ketaverar ekan. Siz har ertalab uyqudan turgan paytingiz ko'zingiz ochilar ekan. Men ertalab har uyqudan turgan paytim uylangim keladi aka. Xudo xohlasa. Rahmet. Yaşoğullar komandasının cevabı. Bağıra men de paspan olacaksın. Pasdan bo'lgan yaxshi. Men ertalab uyqudan tursam, ko'zim ochilib ketaveradi. Qornim ochsa, ovqat yegim keladi. O yerdan beri qarab turibman, gapirsangiz og'zingiz ochilib ketaverar ekan. Endi og'iz bo'lgandan keyin ochiladi, yumiladi. Endi og'izning yumisi u. Endi men bir yarım soatdan beri qarab turib, sen nega ko'zing ochilmaydi? Devam edemiz. Turan komandası o'zlarining cevabı. Bizdan savol. Men ertalab uyqudan tursam, ko'zim ochilib ketaveradi. Qornim ochsa, ovqat yegim kelaveradi. O yerdan beri qarab turibman, siz gapirsangiz og'zingiz ochilib ketaverar ekan. Kimni aytyapsiz? Mana Shukur akani aytyapman. Endi Shukur aka xafa bo'lmagan, sizni endi Qoraqalpog'iston uncha ko'p tanimaydi-da yoshlar. Keling sizning ismingizni o'zgartamiz. Masalan, Netbay deb. Ana, o'sha avtoritet bo'lib boshlaymiz. Netbay tashamoqlar. Her şey komandalarına başlayacaklar. Bol çabalaklar koyamaz. Hamdi komandalarımızga so'nggi 3-shartga tayyorlanishga ruxsat beramiz. Marhamat. Ko'rik tanlovimizning aziz klassmentleri birinchi bosqichda komandalarning to'plagan ballarini tanishtirib o'tamiz. Buxoro Mamlakatsiz universitetining Afandining jiyanlari komandasi 4.6 ball to'pladi. Berdaqatda Qoraqalpoq Mamlakatsiz universitetining Jayxun komandasi 4.8 ball to'pladi. Qashqadaryo viloyatining O'zbegim Beklar komandasi birinchi bosqichda 4.8 ball to'pladi. Buxoro viloyatining Omadli Gentlemenlar komandasi 4.9 ball to'pladi. Urganch mamlakatsiz universitetining Yoshullar komandasi 5 ball. Hamda Ajinadab Navlux mamlakatsiz pedagogik institutining Turan komandasi da 5 ball to'pladi. Davom etamiz. Ikkinchi shart bo'yicha komandalarga ballarni qo'ymasdan oldin yana de musikal tanimizga navbatni beramiz. Kutib oling sahnamizda estradamizning yana de ajoyib talantiyasi, aslida jazlarimizning eng yaxshi ko'radigan qo'shiqlarining biri. Kutib oling, navbat sahnada DJ Miran. Marhamat.
şartida jo'maqlab oldik. Komandalar 3-chi bosqichga tayyorlanadigan kishi komandalarga 2-chi bosqichda qo'yilgan baholar bilan taqsim etamiz. Yana bir marta eslatib o'tamiz. Tekarga so'yish ko'mestiruvchi Kamolotchilar jamiyati harakati o'raylik kengesi, Qo'lnat progress javobgarlik cheklangan jamiyati, birga ishlashuvchi TM o'quv o'rayi abituriyent gazetasi. Qadrli do'stlar, 2-chi bosqich bizning savol atamasida bosqich bo'yicha komandalar qo'yilgan baholarga navbatni beramiz. O'ylanuv uchun vaqt 30 sekund edi, maksimal bahasi 6 ball. Demak, birinchi bo'lib Buxoro mamlakatlik universiteti afandining janlar komandasiga qo'yilgan baholar 2-chi bosqich bo'yicha 5. Shayxon komandasiga qo'yilgan baholar 6. O'zbekiston beklari komandasiga qo'yilgan baholar 5. Omadli gentlemenlar 5. Yaşoğullar komandasına qo'yilgan baholar 6. Hamda eng so'nggi Turan komandasına qo'yilgan baholar 6. Devam ettiremiz. Hürmetli ko'rikda olamizda aziz klassmentleri. Endi 3-chi bosqichga o'tamiz. Musiqali uyga topshirma. Kayfiyat zo'r deb ataladi. Bu shartda studentlik yillardan unutilmas voqealari, yoshlar umrindagi to'lqindirarli voqealar, qiziqli o'rtalar, yoshlik davri, do'stlik, muhabbat, studentlar turmusida uchrab turadigan nomsizliklar, yumorga boy qo'shiqlar orqali bayon etilib kerak. Atoqli qo'shiqlarda kemsitmagan holda qo'shiqlarni o'satmagan ham kliplardagi kemchiliklardan deb foydalanuvga bo'ladi. 3-chi shartga 8 minut vaqt beriladi, maksimal bahasi 6 ball. Davom ettiramiz navbat sahnaga Buxoro mamlakatlik universitetining afandining janlar komandasina navbat beramiz. Marhamat. Xo'jaylini ko'rdiga, muradini qiziga, ishim tushdi iloro. Yigitlar, mana 3-chi shartni ham boshlab oldik. Iltimos qilamiz DJlardan mikrofonlarni yoqib yuborishlarini ishlamayapti. 3-chi shartda kimda qanaqa taklif bor? Menda taklif bor, Fox bilan boshlaymiz. Menda yaxshiroq taklif bor, shuni arkasiga kir, boshqadan boshlaymiz. Afandining janlaridan navbatdagi sahna ko'rishi ota va bolaga o'ta deb nomlanadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hadi. Men ishga kech qolyapman, hayda. Dada, pravam yo'q meni, dada. Men sheraman, hayda. Dada, talon yo'q menga haydamayman. Men sheraman, hayda. Haydaymi? Hayda. Siz shera. Men shera, hayda. Dada, juda ham tez ketyapmiz lekin. Hayda, men sheraman. Dada, ana qizil chiroq. Sen hayda, men shu yerda. Dada, ana don xodimi. Men shu yerda, Obbo, ana ushlabdi, dada. Borsan gapir, men shu yerda. Dada, jarima yozibdi. Men shera dedim-ku, Dada. Xalqimizda shunday bir naql bor. Yaxshi xotin olsang yeysan oshingni, yomon xotin olsang yeysan boshingni. Tasavvur qilamiz, yomon xotin erni ishdan kutib bo'lyapti. Marhamat. Tak. Hello. Men xotin eringman. Eren. Ana, Helen Kalabera, nerede giripsiz? Siz ha?
Men ishlaydim. Ish nechiga tugaydi? 6dan. Soat nechi bo'ldi? 6dan 5 daqiqa o'tdi. 5 minut qaraysiz ha? Qaraydi siz 5 minut. Keling qani bera. Oylik oldingizmi? Yo, olmayman. Labdamisiz oylik olmaysiz, uyga bir sim olib kelmaysiz. O'tiring bera, o'tiring. Alfa deysizmi? Boring qo'lingizni yuving. O'rgildim sizdan. Mana makaron kabob. Go'sht yo'q. Go'sht yo'qmi? Oylik yo'q, go'sht ham yo'q. Tushundingizmi? Qo'lingizni mo'yni sindiring yo'qlik bo'ladi. Ya shu. Nima qilyapsiz? Ovqatda 50 gram. Yo siz mana siz alkashmisiz? Ha? Yo siz alkashmisiz? Uyga bir sim olib kelmaysiz. Topqingizni ichasiz. Ana shahrimga keldingiz mana. Bo'ldi, o'zi so'kaman. Faqat so'kasiz, faqat so'kaman deysiz. Unang! Nima unamni unab kiraymiz? Uring! Milisaga beraman sizni. Ana endi tasavvur qilamiz, yaxshi xotin erini qanday kutib oladi. Marhamat. Tak. Kim u? Men eringman. Ya, bu shirin ovoz kimniki ekani? Ya, dadajonisi keling, shoshmang dadajonisi, xoch foizni olay, dadajonisi. Xoch foizni olay. Dadajonisi, qayerda kelibsiz? Ishdan kelyapman, xotin. Ish nechida tugaydi dadajonisi? 6da. Soat nechi bo'ldi? 11. Erkak degan 5 soatdan yuradimi? Ay, yurmaysiz ertalabgacha aylanaysizlar. Dadajonisi, keling, o'tiring. Dadajonisi oylik oldingizmi? Yo, olmayman. Bu oy beraman dedi. Omang dadajonisi, bir tiyinam kerak yo'q dadajonisi. O'zingiz borligingizga shukur dadajonisi, aylanay. Ovqat yeysizmi dadajonisi? Ovqatni suzma qo'limni yuvib kerak. Qanaqa qo'li vesh dadajonisi, villashni salfetkalarim bor-ku siz uchun. Aylanaysizlar. Mana jiz, mana kabob, mana makaron kabob, mana gurtuk dadajonisi. Shu gurtukni yaxshi ko'raman-da. Aylanay. Shoshmang dadajonisi. Ovqatdan oldin 100 yillikdi. Yo, boshda urishadi-da, yomon. Dadajonisi, sizni agarchi 100 yillikdan massa, qo'ying, o'ling mana sizdan birga ichaman. Qara. Aylanaysizlar. Dadajonisi, shu paytda shirin so'zlarni sog'ingandami dadajonisi? Ha, albatta, jonim. Ya, bu emas. Ha, asalim. Ya, bu emas. Ha, qaysi? Unangni deng. Yo, Una jo'ningni deng. yo, Una changni deng. yo, unang. Ya, una changni. Dadajonisi, ana shiringa bitta soling dadajonisi. O'lim sharbiladi ya. Abi tabarik qo'ylagi dadajonisi bitta qo'ling. Ana! Ketdik spalliga. Azizlar, hozir ko'pchilik san'atkorlarimiz o'qiyotgan ashulari o'zlari aytayotgan matnga, mavzuga umuman to'g'ri kelmas ekan. Ishonmayotgan bo'lsangiz, navbatdagi sahnaviy ko'rinishimizni tomosha qiling, biz gapimizni isbotlaymiz. Sensiz canım bir gün bir an yaşamasın. Ayırma senler canım çıkamasın. Şeyler öngenge almışken osmaz Şeyler öngenge almışken osmaz
Jonajon O'zbekistonimizning qay chetiga bormang, yuzidagi kulgu labida tabassum bilan har bir inson eshigini lang ochgan holda kelgan mehmonni ichkariga qabul qiladi. 2-3 kun mehmon qilgandan so'ng mehmon ketayotgan payti mehmon yana keling deya mehmon bilan xayrlashadi. Biz ham bugun Buxoro shahridan Nukus shahriga mehmon sifatida tashrif buyurdik va bugun birorta bir mehmonga aytmagan gap bilan o'z shartimizni yakunlamoqchimiz. Yana kelaylikmi? Muzikalı kitapsırma kayfiyat zor atamasında basış boyunca nöbetli sahnaga Berdalat'ta Karakalpak Memleketi Üniversitesi'nin Jayhun komandasına Şef olur. Oğul canımda. Oğul bozun. Ofistan. Sen bak, tez sana hazırlayayım, hura ver, sen zakaz al. Ne verik? Siz soralar kolaysına gelin. Aldın mı göreyim? Mesela bizde birinchilarga suyuq ovqat var, ikkinchiga qo'yib hazillarimiz var. Qo'yib hazillarimiz. Ha? Xo'p bunda. Bizga bir suyuq hazil kelib beringmi? Onda suyuq yigitlarning atqaruvida suyuq rep. Bazarboy Shopan Production yegi. Boshlandi rep. Bu yangi trek. Fiona qani? Bilasanmi Shrek? Oqtiradi to'qtiradi. Bizlar sizga ko'p kerak. Bombi bomb. Ochildi adom. Bormizda shiri bomb. Kango qani kango. Yeah. Qizni ko'rdim ko'chada. Soat nechada? Kecha singil. Soat necha bo'ldi? 15 dakika 3 bo'ldi. Bu qizga yoqmadi. Bergan so'qam chaqmadi. Meni bergan ziposhkani onlaynda topmadi. Nega? Riz Studio. So'radi boshqa sovg'a, basma tushdi g'ovg'a. Qanqayga ketsin bari, g'azlarning qanotida. Aytaman fonogramma, arasida reklama, repda bo'lmaydi nama, qalay aytdim mama. Sebebi ular Jenyaning tilini bilmaydi. Jenya tiling o'zgarib, Mine. Rashin ketdi. Yaxshi. Jigitlarni sahnada ko'pimidi. Oldimizda Qarakingning qarapayim sari yigiti. Voy jonim, anegasi sigara chegotsa? Shunda qo'sqanni eskening nervi ishlatdan nervi qo'sqan qo'ydi bizga. Ha, uni sigara chekkanning o'rniga pishiq basmish.
Chiqni, yerda isbot etaman. Ayağım buna indek çıkarlatıydı. So'zning sen bir rev aytib ko'ring ekan abi. Canım, jeb qo'yaman seni, jeb qo'yaman canım. Sizlar bir-biringizni jeb o'tiraversiz, zakaz berasizmi? Beramiz zakaz. Sizda qanday ovqatlar bor? Shukur akadan hech kim zakaz olmagan. Shukur aka, bizda 5 barmoq bor, aqsoqliq bor. Qanday ovqat kerak? Qanday ovqat yeysiz? Avvalambor Nukusga keks yoki qaymoq yegani kelganimiz yo'q. Yemanaga shukur aka. Avvalam shu tashlaysiz. Tak. Zakaz bering. Nima? Oyoqdan beri kelmayapsiz? O baladan beri kutib, aslan pustib, yesa cho'qib qolib asqizimni. Qani ko'ring. Ash. Deyismiymi? Arshog'imda shirma ko'rib turibdi. Bo'ldi, o'ng'orda bir normal ovqat kelib turman. Bo'ldi, asla kelaman. Tak. Pritam, yigitlar. O'zingam baliqday o'ynayotgansan, balig'im. Voy, sazanim, laha balig'im. Kutib olaman seni, balig'im. Baxshi yigit. Sen zakaz berasizmi? Sen ne zakaz berasiz? Al ne sonuç avukat yetip bir salat verin de. Sizda kitayskiy salatlar bormi? Kitayskiy salat bormi? Bering unda. Qarab, bizda kitayskiy salat. Sizlerin bir film ko'rsatib bir tilingizni o'rladim. Endi ayting, sizlarning qanday jana tilingiz bor? Shukur aka. Bola, kichkina bolalar o'z jiltiraqqa o'yish bo'ladi-da, bilasizmi? Bizlar 2005-yil Jayqin komandasi chempion bo'lib to'p to'slab ko'rdik. Biroq endi sizni bolalarga beramiz, bolalarga. Show
Qoraqalpoq tarixida birinchi marta 2005-yilda qo'noqlarning ziriklar ko'rik tanlovining O'zbekiston chempioni Berdaqatda Qoraqalpoq mamlakat universitetining Shayxon komandasi shaharda. Davom eting. Uchinchi bosqichda navbat Kamolot Shahzod jamiyati harakati Qashqadaryo viloyatining O'zbegim beklari komandasini sahnada rad etamiz. Marhamat. O'zbegim beklari jamoasi 3-shart bo'yicha demak o'zlarining chiqishlarini boshlaydilar. Aka, tinchlikmi? Bugun kayfiyat zo'r. Manimcha shu bola adashtiyo shekilli. Demak, 3-shartimizni zamonaviy qo'shiq boshlab beradi. Yulduzcha.com'da premyer.voydot.net taqdim etadi. Uzfly.com taqdim etadi. www.voy.uz Studio.tv.uz super portal. Avvalgi jahon chempionlari Ispaniya terma jamoasi bu yilgi jahon chempionatini muddatdan oldin tark etdi. Endi ular muxlislarga nima deb o'zlarini oqlashar ekan? Ob-havoning noqulay kelganligi tufayli Anglagan bo'lsangiz kerak, keyingi sahna ko'rinishimiz futbolga oid. Demak, darvozabonlar mashg'ulot vaqtida. Stop it! To'pga ham shunday muomala qiladimi, ha? To'pgachi xuddi qiz bolaga muomala qilganday muomala qilaring. Tushundingmi? Men uzoqdan kuzatib turaman. Boshlalaring. Va'dalar zanjirim bo'ynimga boylab, sevgidan bir tutam ko'nglimga joylab, sevaman deding bevafo. Olay koptagingni. Tepilgan ekan. Tepilgan bo'lsa ham, zato o'ynasa bo'ladi-ku. Hozirgi kunga kelib uyali aloqalarsiz biz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Keling tasavvurga berilamiz. Uyali aloqa vositalari qo'shiq aytganda qanaqa ko'rinishda bo'lardi? Demak, bizda kuchli 5 talik. 5-o'rinda demak, zaryadchilar, troyniklar o'z qo'shiqlari bilan boshlab berishadi. Hit paradimizda davom etamiz. Demak, hit paradimizning 4-o'rnida haligacha ommalashib kelayotgan uy telefonlari, ya'ni domashniy telefon egallab turibdi. Hit paradda davom etamiz. Kundan kunga 1-o'ringa qarab intilayotgan Xitoy telefonlari 3-o'rinni egallab turibdi. Oppan Gangnam Style.
Demak, hit paradimizda 2-o'rnida barchani ko'nglidan joy olib ulgurgan Nokia 1202 telefoni egallab turibdi. Kulishimni sog'indi kimlar? So'rashimni sog'indi kimlar? Yonishimni kutganlarim bor. Silishimni sog'indi kimlar? Va hit paradimizni oliy o'rnini betakror iPhone egallab turibdi. Qayerdasan yorim, yorim ey, qiynalar bu jonim, jonim ey, yuragim o'rtanar. Yomon, yomon ey. Rahmat iPhone, mana bir haftadan beri hit paradni birinchi o'rnida egallab turibsiz. Bizni bir savol qiziqtiryapti. Olmachingizni kim tishlagan? Yigitali. Rahmat. Demak, biz sahna ko'rinishlarimizda davom etamiz. Keyingi sahna ko'rinishimiz ommaviy madaniyatni yoshlarga salbiy ta'siri deb nomlanadi. Menga nima qilyapsan? Kitob o'qiyapman. Keyin nima bo'ladi? Nima bo'ladi? O'qishga kiraman. Katta joylarda ishlayman. Abba, yig'ishtirmani. Bundan ko'ra mana saytimga yozib bo'l. Sen kimsan? Men odnoklassikman. Meni butun dunyo taniydi. Agar sen ham meni saytimga a'zo bo'lsang, seni ham butun dunyo taniydi. Buning uchun nima qilishim? Buning uchun rasm qo'yasan, statuslar yozasan va shunda butun dunyoga mashhur bo'lasan. Qanaqasiga men rasm qo'ysam butun dunyo taniydi. Meni hech kim tanimaydi. Buni yo'li bor. Sen o'zing rasmini o'rniga qiz bolani rasmini qo'yasan. Masalan, Selena Gomezmi, shunda o'g'il bolalar sen bilan tanishadi va do'stlashadi. Keyinchi keyin. Keyin o'rganib qolasan. Qara joyga bor. Safsataysiz. Maya qara. Bular hamma safsata. Yaxshi, meni saytimga kel. Meni saytimga kelsan. Hammasi jigul. O'g'il bo'lamisan, yo o'g'il bo'lamisan, ko'rasan. Menga qara, xohlasang 5 minutlik, xohlasang 10 minutlik. Короче, любой домой. Tushunma. Bora jona. Nimasi zo'r shuni, ha? Nimasi zo'r? Hamma ko'rgan kuni. Lekin o'ylab-ku. Sen nomini nima aytsan? Ey, o'tir. Sanchi, bundan ko'ra meni saytimga a'zo bo'l. Sen kimsan? Va mana games.ru mandachi har xil o'yinlar bor. Qo'rqinchli, otishmali o'yinlar bor. Sanchi bitta qurol bilan butun shaharni egallab olasan. O'sha yerda o'zingni bor baxtligingni, bor o'zingni ko'rsatasan. Tushundingmi? Bor bolani boshini olma. Ayollar, bular hammasi kompyuterdagi bir safsata, tushunarlimi? Sen hamma narsa jivoy bo'lishini xohlaysan, tabiiy. Yeganing oldingda, yemaganing keldingda nima desang hammasi o'zingniki bo'lishini xohlaysan? Biz sen bilan ana shunaqa davlat quramiz. Yurman bilan. Stop! Aziz yoshlar, mutelikka, qullikka rozi bo'lmang. Biz yoshlar salbiy illatlarga qarshimiz. Mana shunday tip zaminda yashayotganimiz uchun avvalambor yaratganga va prezidentimizga rahmat. Biz kabi iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlayotganligi uchun Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga rahmat. Ajoyib mehmondo'stlik uchun va albatta mana shunaqangi go'zal tadbir uchun Qoraqalpoq xalqiga rahmat. Va albatta butun respublika yoshlarini do'stlik rishtalari bilan bog'lagani uchun qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanloviga rahmat. Davom ettiramiz. Kayfiyat zo'r atamasida bosqich bo'yicha navbatli sahnaga 4-qatnashuvchi Buxoro Muhandislik texnologiyalari institutining omadli gentlemenlar komandasini navbat beramiz.
nomlanadi? Şartımız, 3-chi şartımız nima deb nomlanadi? Zo'r kayfiyat deb nomlanadi. Kayfiyatni ko'tarish uchun nima qilish kerak? Mana o'zimizni kayfiyatni ko'tarish uchun. Aka, birinchi navbatda mana shu qoraqalpoqlik chiroyli qizlar bilan do'stlashishimiz kerak. To'g'ri. Jamoalarni kayfiyatini ko'tarish uchun nima ish qilish kerak? Ana jamoalarning kayfiyatini ko'tarish uchun hakamlarimiz zo'r boladan qo'shdi. Hakamlarni kayfiyatini ko'tarish uchun nima ish qilish kerak? Jamoalar zo'r prikollar qo'yish kerak. To'g'ri. Eng asosiysi muxlislarni kayfiyatini ko'tarish uchun nima ish qilish kerak? Bilmadik aka. Bilmaysizlarmi? Yo'q. Menimcha bugungi finalda har bitta muxlisga bittadan kola tog' berish kerak. Aka kechirasiz. Kola tog' emas, Ha. qora tog'. Kola